Hozir internetda dahshat narsa o'qib qoldim, sizlarga ham ilindim. Eshtinglar, ayni haqiqat. Muloyim bo'lsang, latta ekan deyshadi. Qattiq qo'l bo'lsang, bemehr bag'ri toshga chiqarishadi. Ilmdan gapirsang, amal qil oldin deyshadi. Amal qilsang, oldin yaxshilab dinni o'rgan deyshadi. Biddiyatlarni tark qilsang, vahobiyga, zikrlarni ko'paytirsang, sufiyga chiqarishadi. Maqtasang maddoh bo'lasan, tanqid qilsang ichi qoraga aylanasan. Haqni gapirsang o'rnamas deyshadi. Indamasang qo'rqoqqa chiqarishadi. Boy bo'lsang haromdan topgan, kambag'al bo'lsang dangasa bo'lasan. Odamlar shunday birodar, ular baribir gapirishaveradi. Ular baribir tinch qo'yishmaydi, ular baribir rozi bo'lishmaydi. Sen ularga ko'p ham ahamiyat berma. Sen seni yaratganni rozi qilishga urin, senga haqiqiy bahoni yaratgan ekan beradi. Shunaqa.